Bu safar hamma qoidalarni buzdim. Burama bo'g'irsoqni o'sha retsept bo'yicha qildim. 1 piyola margaringa 2 piyola sut va tuxum qo'shib xamir qorib oldim. Taxminan 3 piyola un qo'shganimdan keyin yumshoq qo'lga yopishmaydigan xamir bo'ldi. Xamirimni 1 soat tindirib, yupqa qilib yoyib oldim. Kimdir burama bo'g'irsoq, kimdir chakchak, kimdir turetskiy chakchak deydi. Nomi ko'p-u, o'ziga yarasha qoidalari ham bor. Har bir xamir orasiga albatta yog' surtilardi va bo'g'irsoq tugilganidan keyin morozilkada qotirib olinardi. Bu safar xamirimni orasiga umuman yog' surmadim, faqat yaxshilab unlab yoydim. Uni ko'p bo'lganini hisobiga qat-qatlarim bir-biriga juda ham yopishib ketmadi. Yopishib ketgan joylarini ochib yordim va har doimgidek konfetka shaklida tugib oldim. Morozilkaga qo'yishchi, uni ham qilmadim. Morozilkaga qo'ymasdan yog'i qizdirib turib, o'rta olovda cho'miltirib yaxshilab qovurib oldim. Bu safar bo'g'irsoqchilarim sal kattaroq va chiroyli bo'lib qizarib pishib chiqishdi. 1 piyola shakarga yarim piyola suv, oxirida esa 1 piyola asal qo'shib qiyom qilib oldim. Qiyomga cho'milgan bo'g'irsoqchilar tayyor. Kelayotgan ayyom hammangizga muborak bo'lsin.